O'zimni hayotimda baxtli yashayotganimda oyim kirib kelib, Zebo, mana bulargani buyinga olib ber. "Yo'q, qo'rqaman." Voy, toming ketganmi? Nega qo'rqasan? Qo'rqmayman, men itti ishladim. Nimaga hamma bularning qo'rqinchli bo'ladi? Bu mana idishinglar, men ketdim, bo'pti. Sakrasang ozgina ishi bor edi. Ozginami? Ozgina. Ishlar yuvib bo'ldim, bo'pti. Endi gilam yuvamiz. Bu nima foydasi bor? Yomg'irda gilam yuvishi. Foydasi kerak emas. Sen ishlasang bo'ldi. Bu bo'ldi, endi ketirsam bo'ladi? Ha, faqat mashlar. Chop berib ket. Chopib bo'ldim. Kakras janlaring sen bilan o'ynamoqchi. To'g'ri, yuring. Yo'q, qaytaman. Qachon? Tog'ingda bitta iltimosi bor ekan. Shu mashinasini yuvib ber. Yaxshilab niyat qilib, menga ham nasib qilsin deb yuvibdimi? Endi ketirsam bo'ladi, ha? Ha, ketur endi. Iftorlikka ovqat qilmadim, Zebo, ovqatga borib kelsinlar. 8 soat kutamiz, men kerak emas. Yandex.Go lavka bo'limidan zakaz qilsang 15 minutda keladi. Zebo 50 promo kodi bilan birinchi buyurtma uchun 50% chegirma bor. Dastavkasi ham tekin. Baribir do'konga ham chiqib kelishingiz kerak. Lavka bo'limida magazindagi produktlarni ham zakaz qilsa bo'ladi. 24 soat ishlaydi. Senga qolib ketma dedim, o'tirishingni qara yalpayib. Voy, maqtab tashlayman, nimalar qilganimni aytib. Bu qizingchi odam bo'lmaydi. Birdinga qimmat ekan. Bitta qo'ldan ish kelmaydi, bilasanmi? Umuman ovqat qilishni ham bilmaydi, uy yig'ishtirishni bilmaydi, bolalarga qarashni bilmaydi. Ertaga yerga bersang, ajratib qoladi. Boshingga